Bismillahirrahmanirrahim. 1984 namlı kitaptan özünde. Tercüme qiluvchi Abdullah Qasim. Adamның xatarlik paytlarda tashqi dushman bilan emas, balki o'z badani bilan kurash qiladiganligini o'ylab ko'chidi. Hozirning o'zidimi, garchi orcha ariqi ichib olgan bo'lsa-mu, belidagi og'riq uning o'zib qo'ymay, fikr yurgizishiga qarshilik qilib turadi. U har qanday batirona yoki tragediyalik daqiqalardami shunday bo'lgandek his qildi. Jang maydonlarida, qiynoqxonalarda cho'kayotgan kemada bo'lib qolganingizda, siz kurash qilayotgan nishonni unutib ketishingiz tan shu daqiqadagi birdan-bir g'amga aylanib qolishi mumkin. Hatto sizning qo'rqinch yoki og'riq azobidan jiningiz chiqib ketmagan taqdirdami, hayot sizga bir minutdan achchiq, uyqusizlik, hatto yetishayotgan oshqozon, og'riyotgan tishlar bilan kurash qilish jarayoniga aylanib ketishi muqarrar edi. Hammalarning o'zinglarni yaxshi asrashinglarni va atrofingizdagilarning salomatligiga ko'ngil bo'lishini muhim ish qatoriga qo'yishinglarni umid qilaman.